Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohidjon. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod qishlog'iga yetib kelganmiz. Bu yerda ratan stollarimizni optim holatda ishlab chiqarishadi. Birinchi qo'l, oddiy dekofason, Izabella yoki mana shunday kachelalar ishlab chiqariladi. Hozir shu to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod qishlog'i. Vodiy bo'ylab dastavka qilib berishadi ekan. Qolgan viloyatlarga dastavkasi ozgina qo'shilib qolishi mumkin ekan. Assalomu alaykum Muhammadjon, yaxshimisiz? Yaxshi, zo'r ishlarga qo'l uribsizlar. Bular haqida ma'lumot berasan, xudo xolasa. Karishnovoyimiz 4 talik. Bu 4 talik, a? 4 talik. Aha. Ularimiz 1.800.000 so'mdan. Narxi 1.800.000. O'lchamlari-chi? O'lchamlari 90 ga 80 ga 80. 80 ga 80, a? Buni sal kattaroq razmerda istaganlar uchun esa beraverasiz. Berilaveradi. 90 ga 90 chiqaryapti ba'zi joylarda. Aytishiga bog'lab berilaveradi. O'ynaklari kalyonni, a? Kalyon o'ynaklar. 6 mm ekan, juda ham qalin, uncha-munchaga sinib ketmaydigan. Ikki kishini ko'taraveradi. Mana stollarimizni ham bir aylantirib ko'rsataylik. Tagida mana plus to'qimasi bor. Yani ba'zi joylarda bitta bo'ladi, bunda ikkita plus ekan. Sal baquvvatroq bo'ladi. Baquvvat bo'ladi. Tepadan tushib ketsa ham uncha-munchaga sinmaydi. Keyin quyosh nuriga, yomg'irga chidamli. Chidamli. Sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan. Xo'p, to'rttaliklarimizni necha xil rangida mavjud? Qanaqa desa qilib berilaveradi. Ha. Молочный, karishnovoy, sirri. Mana bu ko'rib turganimiz karishnovoy, a? Karishnovoy. Cho'kko deyiladi ustalar tilida. Mana bu esa молочный. Bilamiz молочный. Mana bu esa nima edi? Mokriy asfalt, a? Mana shu ranglarimiz eng omma trenddagi ranglarimiz. Demak, to'rttaliklar dastavkasi ichida 1.800.000 so'm. Mana bu 6 talik, a? Bularimiz 6 talik. 6 talik. Razmeri nechigina stolimizni? Bularimiz 80 ga 1.40. 80 ga 1.40. Xo'p, o'ynagini qo'yib berasiz albatta. O'ynagini qo'yib beradi. Filososkalari bor, ko'rib turgansiz. To'qilishlari juda ham zich to'qilgan. Oq rangni sevuvchilar uchun mana shunday juda ham sifatli. O'tirib ko'rsating o'zingiz bir. Mana. Bu bemalol katta Vestaga odamlar ko'taraveradi, 100 kilogacha bemalol 100 kilodan ziyod odamlarni ham sinovdan o'tgan sifatiga xudo xolasa 3 yildan 5 yilgacha kafolat beramiz deyapti. Xo'p, 6 taliklar nech puldan? Ularimiz 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. O'zbekistonga dastavka qilib beriladi. Qilib beriladi. Xo'p, mana bu O'zbekistonga dastavka qilib beriladi. Bu 3 komplektdan ag'i qilib beriladi, vodiydan tashqari. 3 komplektdan ko'proq olsa butun O'zbekiston bo'ylab. Agar undan ozroq olsangiz kelishilgan holatda, lekin bir komplektni ham vodiy bo'ylab dastavka qilib beriladi. Xo'p, bu ham 6 talik. Bu ham 6 talik. Demak, razmeri necha? Bu ham shu 80 ga 1.40. 80 ga 1.40. Hammasi shunaqa standart. Ha, standart bir xil. Har xil. Ha, mana bu mokriy asfalt rangimiz. To'qilishlari hammasi bir xil ekan, zid, faqat ranglarda farq qiladi. Bu ham nech pul? Bu ham shunaqa. 2,5 million. 2,5 million so'mga dastavka qilib beriladi. Mana bu ham. Bu rangimiz nomi nima? Bu to'q seri. To'q seri, ya'ni telefon qilinganda adashmaslik uchun aytib o'tyapman. Albatta suratlarni ham jo'natadi. To'q seri rangimiz ekan. Bu ham juda ham bir zo'r ko'zga tashlanmaydigan rang ekan. Kir bo'lgani ham uncha bilinmaydi. Oyna kalyonni. Uni ham narxi o'sha 2,5 million. Buni Bu och seri bu. och seriya bu. Bunga ham oynalar qo'yib beriladi. Oyna qo'yib beradi. Ko'rib turgan pastdan pastavkalari bor. Bu narsa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Zich to'qilgan. Gone dasturlarimiz juda ham zavodskoy bilan birga bir ishlangan. Bu rangimiz nomi nima? Och karishnovoy. Och karishnovoy rangimiz. Bu ham kirchimol rangimiz. Lakonkalarga o'ta ham zo'r o'tiradi. Tag hammasi plus ikkita. Ikkitadan plus eslatib o'tamiz. Karkazlari ham qalin to'qilgan, a? Parashkoy kraska. Parashkoy kraska. Xo'p, bu rangimiz nima? To'q cho'koy ekan, a bu? Ha, cho'koy, karishnovoy bu. Karishnovoy. Karishnovoy. Mana qan to'qilishiga e'tibor qaratamiz. Juda ham nejniy qilib to'q qo'yilgan. Xo'p, nech pul bu? Bu ham shu 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. Bu ham Xuddi shunaqa bir oynagi bor. o'ynagi bor ekan, mana ko'rib. Ikkovlasi bir xil. Bir xil. Bu ham shu. Demak, bu yerda yangiligimiz ekan, mana bu nomi nima edi buni? Izabella. Izabella fasondagi. Buni oynagi o'sha mayatgacha keladi, bu oynagi. Ha, oyna, kalta oyna qo'yib qo'yish hozircha. Oynagini. Oyna mayatgacha uzun bo'ladi. Filososkalari bor. Buni stol ham narigilardan farq qiladi. Ha, buni farq qiladi buni. O'tirishlar ko'rib turganimizda juda ham shohona tus beradi. O'tirib ko'rsatib bering bir. Mana inson qanday bir o'rinlashib o'tirishligini. O'ziga odamni yutib qo'yadi. Maza qilib dam oladigan shohona tus beradi xonalarimizga.
Xo'p, Izabella fason bu nechtaligi? 6 talik. 6 taligi. 6 talik. Ikkitasi bor, hozir tashqari chiqib ketmasin qo'ydik. Ha? 6 taligimiz 6 million so'm, 8 taligi bor. Bu ham 8 million so'm. Ha, 6 millionga 8 million. 6 talik, 8 talik bo'ldi. Demak, bu 4 talikni ham qilib bera olasiz, ha? 4 taligi nech pul chiqadi? 4 taligini endi hali qilinga yo'q. Ha, narx-navosi chiqadi endi. Aloqaga chiqsa zo'rlab qilib beriladi. Xo'p, endi bu 8 talik, ha? Bu 8 taliklar bor. Bu razmer necha stolni? Bu ham 1.80 ga 80. 1.80 ga 80 ekan. 8 taligi. 8 talik variantimiz. Bu ochib karishda bor. Och karishnovoy nomi. Xo'p, bu nech puldan? Buni 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Bitta olganga ham vodiy bo'ylab dastlabki bepul. Dastlabki qilib beradi. Ko'p agar sotuvchilar bilan ishlaymiz deganlar uchun ham qilib berasizmi? Kelishib beradi. Kelishib beriladi. Xo'p, bu yerda 8 talik cho'koq rangimiz. Kattaroq oilalar uchun eng trenddagi rang mana shu. 90%, 80% insonlar mana shu rangdan olishyapti. O'ynagi barchasini kalyonli bo'ladi. Rangi yo'divi. Qorasidan ham qilib beraverasiz, ha? Qilib beraveradi. Xo'p. Bu ham narxi 3,5 million, ha? Bu ham 3,5 million. 3,5 million so'm. Demak, mana bu-chi. 8 talik. Och karishnovoy 8 talik. Juda ham zich to'qilgan ekan, mana ko'rib turganimizdek. Qulay. Mazza qilib ovqatlanib yoki nonushta qilib o'tirishga mo'ljallangan. Dachalarga ham buni yuvishga ham mo'ljallangan. Dachalarga qo'ysangiz ham bo'laveradi, ha? Bir karchilab olsa ham hech narsa qilmaydi. Xo'p, bu yerda menimcha trendda bo'lgan kachilalarimiz. Bu nechtalik bu? Bu 2 kishilik. 2 kishilik. Demak, bitta o'tirib ko'rsataylik. Mana. Yosh bola bo'lsa, yana ikkitasi qoladi. Ha. Tush ham sig'uradi. Bitta buni tebratib qo'ysa ham, ha? Bu yerda mana terib qo'ysa ham, Damda olib televizor ko'rib o'tiraverasiz. Xo'p, buni narx-navosi nech puldan? buni narx-navosi 2 million so'm. 2 million so'm. Dastlabkasi qanday bo'ladi buni? Dastlabkasini shu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib berasiz. Shu narx ichida. Shu narx ichida. Demak, 2 million so'mga dastlabkasi bepul, 2 talik kachilar. 2 kishilik. Kishilik. Xo'p, buni bittaligi ham bo'ladi. Hozir bu yerda yo'q ekan. Nech pul bittaligi? Bittaligi hali qilingan yo'q. Endi bittaligini endi qilamiz. Ha, uni endi chiqadi. Endi chiqadi. Aloqaga chiqaveradi. Aloqa chiqaveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, Muhammadjon ukamiz o'zimizning ham qishlog'imiz bo'ladi. Mana yangi ishlab chiqarish boshlashgan. Albatta, arzon narxlarda atrofga nisbatan raqobatni sog'lom raqobat qilish uchun arzon narxlarda chiqarib berish harakat qilishyapti. Pastda raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqsangiz, Muhammadjon ukamiz butun O'zbekiston bo'ylab albatta dastavka qilib beradi. Ko'proq olsangiz, vodiy bo'ylab bir kampirlikka ham qilib berish mumkin. Like va kommentariy kutib qolamiz. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Rahmat barchaga.